Ushbu 6 ta mahsulotni farzandingizga hech bo'lmaganda 1 yilda 1 marta yoki bo'lmasam har 6 oyda 1 marta ichqizib tursangiz, farzandingiz jismonan baquvvat bo'lib, katta bo'ladi. Darslarda o'zlashtirishligi juda ham yaxshilanadi. Bu qurt va gijjalardan tozalaydigan programma 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarga mo'ljallangan. Undan yuqoridagilarga boshqa mahsulotlar tavsiyasi beriladi. Men sizlarga hozir mana shu 6 ta mahsulot haqida ma'lumot berib o'taman. Narxigacha aytib berib o'taman. Narxlar butun dunyo bo'ylab bir xil narxda, mahsulot o'zgarmagan sifatda. Birinchi mahsulot chesnok ekstrakti. Ikkinchi mahsulot, buni narxi 137.500 so'm. Narxini ham aytib berib o'tay. Papaya ekstrakti. Asl papaya ekstrakti. Buni ham narxi 137.500 so'm. Kumush suvi 220.000 so'm turadi bu. Qora yong'oq bargi ekstrakti 137.500 so'm turadi. Letsitin 187.500 so'm, ichida 120 dona bo'ladi. Asl sifatda adashib qolmaslikni tavsiya qilardim va o'zim doim hammaga tavsiya qiladiganim 70 xil mineralga boyitilgan tirik suv. Mana shu 6 ta mahsulotning narxi 1.087.500 so'm bo'ladi. Hammasiniki 6 ta 1 oy ichqiziladi. Agar mahsulot haqida kimga yana ham to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, birma-bir chesnok nima beradi, papaya nima beradi, hammasini tushuntirib beraman. Telefon nomeri qoldiraman. Telefon qilsalaring ham bo'laveradi. Musofirdagilar shu nomerga Telegram ulangan. Telegramdan yozsalaring, hammasini chiroyli qilib tushuntirib berishlikka harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar.